O'zbekiston Milliy pedagogika universitetini transformatsiya qilish doirasida matematika va fizika fakulteti negizida aniq fanlar oliy maktabi tashkil etildi. Zamonaviy bilimlarni xalqaro tajriba asosida o'rgatuvchi aniq fanlar maktabiga qabul boshlandi. Ushbu maktabning o'quv dasturlari Yangi O'zbekiston universiteti tajribasi asosida hamda xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda ishlab chiqilgan. Matematika barcha ilm-fan sohalarining poydevoridir. Ushbu yo'nalishni bitirib, kelajak matematikatlari, muhandislari va tadqiqotchilarni tarbiyalovchi yetuk pedagog bo'lib yetishasiz. Axborot texnologiyalari raqamli jamiyatning yuragi hisoblanadi. Bu yo'nalishda tahsil olib, yangi avlod IT mutaxassislarini o'qitadigan va ularni zamonaviy texnologiyalarga tayyorlaydigan ustoz bo'lishingiz mumkin. Sun'iy intellekt va robototexnika kelajak texnologiyalarini yaratish san'atidir. Ushbu sohani o'rganganlar ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va intellektual tizimlar bo'yicha malakali kadrlar tayyorlaydigan murabbiy bo'lishadi.